Assalomu alaykum. Namozgoh. Masjidgacha. Pulim yo'qda aka tashib qo'ya olasizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Namozgoh masjidga tashib qo'ya olasizmi? Xo'p aka. Namozgoh masjidgacha. Bulvarning oxirida. Faqat pulim yo'qda aka tashib qo'ya olasizmi? Xo'p. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Namozgoh masjidgacha aka. O'zingizlar qabul bo'lsin. Pulim yo'qda aka tashib qo'ya olasizmi? O'zingizlar saharlik o'shada ovqat beradi deganda. Tashib qo'ya olasizmi aka? Qaysi qilasizmi? Nima qilasizmi bir kunda? Nimaga o'zingizga yaxshi qilyapsiz? So'rab turing. Nimaga xo'p deb aytdingiz? Aka, ishonasizmi? Yarim soatdan o'tirdim aka. Bir 10 ta demoqchi bo'ldi. Hech qaysi soat kutmadi aka. Necha minutda qo'yamdingiz bir kunda? Bugun qancha topdingiz? Har topgan emas. Umuman topmadingizmi? Gaz oldim, boshqa qildim, uyda iftorlikka